Agar bu usul ishlasa, men 2 oyda nemis tilidan B1 daraja olishim mumkin. Ming yil oldin bir allomaning ilm olish tamoyillari bugun ham ishlaydimi? Men buni o'zimda sinab ko'ryapman. Maqsadim 2 oyda nemis tilidan B1 olish. Ko'pchilik 2 oyda B1 olib bo'lmaydi deydi. Balki ular haqdir, lekin men buni taxmin bilan emas, tajriba bilan tekshirmoqchiman. Mana do'stlar, challenge start beramiz. Soatimiz 11 dan o'tdi, 7-oy, 1-sana. Xullas 2 oydan keyin biz B1 darajaga chiqamiz. Hozirda mana dars qilish bilan bandmiz. Qani, go. Ko'pchilik Abu Rayhon Beruniyni buyuk olim sifatida taniydi, lekin men uning bilimlari emas, ilm olishga bo'lgan yondashuvi qiziqtirdi. Beruniy kuzatgan, yozib borgan, tekshirgan va biror narsani chuqur tushunmagunga davr to'xtamagan. Aynan shu tamoyillar uni o'z davrining eng buyuk olimlaridan biriga aylantirgan. Men Beruniyning nemis tili metodi bor demoqchi emasman. Men uning ilm olish tamoyillaridan ilhom olyapman. Intizom, muntazam o'rganish, doimiy takrorlash va har kuni oz bo'lsa ham oldinga siljish. Shu sababli keyingi 2 oy davomida nemis tilini aynan mana shu yondashuv bilan o'rganaman. Savol esa bitta, bu tamoyillar bugungi kunda ham natija bera oladimi? Mana meni 7 kunda erishgan natijalarim. Ich gehe zur Arbeit. Ich habe Hunger. Ich möchte etwas essen. Das ist Brot. Das ist sehr warm. Ich esse gern Brot. Ich habe Durst. Ich möchte etwas trinken. Ich möchte Wasser trinken. Ich bin müde. Ich komme nach Hause. YouTube'da faqat natijalarimni ko'rsataman, lekin har kuni nima qilayotganimni, nechta so'z yodlayotganimni, xatolarimni va butun jarayonni Telegram vlogda qoldiryapman. Agar bu usul qanday ishlayotganini boshidan oxiriga to'g'ri kuzatmoqchi bo'lsangiz, u yerda hammasi bor.